Assalomu alaykum. Mana bugun 2-sinf 3-qism o'qish savodxonligini o'qiymiz. Bunda o'qish savodxonligining muallifi Aydar va 9 ta shartli belgisi bor va 7-bo'limining nomi ertaklarning sehrli olamidan bahra olamiz. 7-bo'limda biz ertaklar bilan tanishar ekanmiz. 7-bo'lim bu 3-qismga to'g'ri keladi. Ertaklar to'qima, uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy mavzudagi badiiy asardir. Demak, ertak to'qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy mazmundagi badiiy asardir. Bu kerakli joyi. Xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri. Demak, ertagimiz o'zi aslida ikkiga bo'linadi. Birinchisi xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri, ikkinchisi esa adabiy ertaklar. Adabiy va xalq og'zaki ijod janrdan biri bo'lgan ertaklarning bir-biridan farqi shundaki, xalq og'zaki ijod janridagi bir ertaklar, ya'ni xalq ertaklari og'izdan og'izga ko'chib hikoya qilinish orqali tarqaladi va uning muallifi mavjud emas bo'ladi va xalq, ya'ni xalqning nomi bilan o'zbek xalq ertagi, rus ertagi, qozoq ertagi deb ataladi. Buni siz yodda saqlang. Adabiy ertaklarning esa muallifi aniq bo'ladi. Ular she'riy shaklda yozilgan bo'ladi. Bu ertaklarga misol sifatida aka-uka Grimlarning Zolushka, O'tkir Hoshimning Tomchi haqidagi ertaklarni misol qilib olish mumkin. Demak, adabiy ertaklarning muallifi bor, xalq ijodidagi ertaklarning muallifi mavjud emas. Shu orqali biz farqlaymiz. Davom etamiz. Shirin uyqu. O'zbek xalq ertagi. Sizga testga tushishi mumkin. Shirin uyqu hikoyami yo biron nimaning anonisi nima? Kechirasizlar. O'zbek xalq ertagi. Ertak deb belgilaysizlar. Janri nima deb so'raydi sizlardan. Ertak deb belgilaysizlar. Shirin uyqu ertagida bir odamning 3 ta o'g'li bo'ladi. Shu odam vafot etayotganda bolalarga uyquni shirin qilib uxlang, ovqatni shirin qilib yeng deb vasiyat qiladi. Shunda bu gapni ikkita katta o'g'il boshqacha va kichkina o'g'il boshqacha tushunadi. Katta o'g'illar chorpoya qurib, noz-ne'matlarni qilib, dasturxonni bezab, suv sepib, hovliga choy ichishadi va doim ovqatni shirin qilish mana bunaqa bo'ladi deb yotishadi. Keyin ularning mazasi bo'lmay, ko'p ovqat yeganni, yotaverganni mazasi bo'lmay, u yoqdan bu yoqqa ag'darilib, ovqati ham shirin bo'lmay, o'zi nimaga sig'may, terisiga sig'may, uxlaganda uyqusi ham shirin bo'lmay, mazalari bo'lmay qoladi. Va boyliklari ham tugab qoladi. Chunki katta-katta yegandan keyin boyligi ham oxir-oqibat tugaydi. Ana endi kichkina o'g'il esa ishlab kelib yegan quruq noni ham shirin tuyuladi. Kichkina o'g'il ichgan choyi ham shirin, uxlasa uyqusi ham shirin bo'larmish. Shu tariqa uning davlati ziyoda bo'lib, borgan sari yeydigan ovqatlari shirin bo'lib boraveradi. Demak, ertagimiz shu joyda tugaydi. Sizdan so'rashi mumkin. Testga ertakdan chiqargan xulosangiz, ya'ni ertakning xulosasi qanday? Siz bu ertakni o'qigan bo'lishingiz kerak, xulosa berishingiz uchun. Ana endi bizga lug'atlar, vasiyat, o'z yaqinlariga qoldirgan topshiriq, istak, nasihat. Chorpoya ochiq havoda o'tirishga, yotishga mo'ljallangan yog'och karavot. Davlati ziyoda, boy badavlat. Chorpoyasini yodlab ketasiz. Qolganlarini ham yodlab keting, faqat notanish so'z chorpoya. Ochiq havoda o'tirishga, yotishga mo'ljallangan yog'och karavot. Ana endi davom etamiz. Xalq ertaklari. Xalq ertaklari maishiy ertaklar, sehrli ertaklar, hayvonlar haqidagi ertaklarga bo'linadi. Demak, xalq ertagi o'z ichida ham 3 guruhga bo'linar ekan. Ana endi och bo'ri ertagi. Och bo'ri ertagi.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nima? Och ekanda to'q ekan bo'ri. Bir bo'ri bo'lgan ekan. Bu bo'ri xo'rozni ko'rib qolibdi. Yo'lda yuraverib xo'rozni ko'ribdi. Xo'rozni shappa ushlab olib, "Men seni yeyman" debdi. Xo'roz aytibdi, "Meni shunchaki yesang bo'lmaydi. Meni kashnich va piyoz bilan qo'shib yesang, mazaliroq bo'laman" debdi. Haqiqiy. Qani? Haqiqiy mazani o'shanda his qilasan, deb bo'riga aytibdi. Bo'ri maza qilgisi kelib, kashnich va piyoz topishga ketibdi. Qaytib kelganida esa xo'roz yo'q emish. Yana qochib ketgan. Yana yo'lda ketaverib, qo'zini uchratib qolibdi. Qo'ziga "Men seni yeyman" deganda, qo'zi ham aytdiki, "Meni shunchaki yema, konning tuzidan olib kel, shundan keyin go'shtimni mazza qilib yeysan" debdi. Yana bo'ri ishonib, qo'zini go'shtini yeyish uchun konning tuzini olib kelishga yuribdi. Shunda qaytib kelsa, yana qo'zi qochib ketgan emish. Ana endi bu yerda lug'atlar keltirilgan. Mahkam, zo'r kuch bilan qattiq, nochor, chorasiz, noiloj, sarson, sargardon, ovora. Ana endi bo'ri kelgandan keyin qo'zi ham qochib ketgan bo'ladi. Bo'ri yana yura-yura yo'lida otni uchratadi. Otni shappa tumshug'idan ushlab oladi. "Men seni yeyman" deydi. Ot shunda aytadiki, "Avval orqamga o't. Otam o'lmasdan avval tuyog'imga bir nasihatnoma yozib qoldirgan. Bu senga tegishli" deydi. "Shuni" deydi, "o'qi" deb aytadi. Shunda bo'ri otning orqasiga o'tadi. Otning orqasiga o'tganda ne urinmasin, tuyoqdagi xatlarni o'qiy olmaydi va o'shanda ot bir tepib bo'rining barcha tishlarini sindirib, og'zini yirtib, tishlarini sindirib yuboradi. Keyin aytadiki, "Ey savodsiz, xatni o'qiy olmasang nega orqamga o'tding" deydi. Haqiqatdan ham bo'ri savodsiz bo'ladi. Ozroq vaqt o'tganda bo'ri o'z hushiga keladi. Hushidan ketib, hushiga keladi. Keyin aytadiki, "Ko'rdingki xo'roz, senga kim qo'yibdi kashnich piyoz? Ko'rdingki qo'zi, senga kim qo'yibdi konning tuzini? Ko'rdingki ot, yeb yonida yot, xat bilmasang ketiga o'tib, mirza bo'lishing uyat" deb aljirab-aljirab o'lib qoladi. Shu tariqa xo'roz, qo'zi, ot dushmandan qutuladi. Mana bu yerda yana ham lug'atlari bor. Unab, harakat qilib, urinib, aljirab, bema'ni gaplarni gapirmoq, ta'zirini bermoq, aybi yoki xatosini aytib koyimoq. Bo'yoqli bilan qarg'a audio matnni YouTube'ga o'zini alohida yuklayman. Bo'yoqli bilan qarg'a audio matnda bo'yoqli rassom bo'ladi, qarg'a esa uni misli ko'rilmagan rangga bo'yashini iltimos qilib yoniga keladi. Qarg'ani lekin bo'yoqli qop-qora rangga bo'yab qo'yadi. Shu tariqa bo'yoqli bilan qarg'a bir-biri bilan dushman bo'lishadi. Keyin bo'yoqli faqat qarg'adan qo'rqib kechqurun uchadigan bo'ladi, qarg'a esa kunduzi bo'yoqlini eslab yuradigan bo'ladi. Ana endi yo'lbars bilan tulki. Bu attestatsiyamizda tushgan, oldingi attestatsiyamizda tojik xalq ertagi yo'lbars bilan tulki. Bir kuni tulki qalin o'rmon ichiga kirib, to'satdan uni ro'parasidan yo'lbars chiqib qolibdi. Demak, yo'lbars uni tutmoqchi bo'ladi. Yo'lbarsdan qo'rqib qochib ketadi bu. Shunda bir bahona qilib yig'lay boshlaydi tulki. "Nega yig'layapsan" desa, "Sizni ko'rib darrov otangiz yodimga tushib ketdi. Otangiz" deydi, "shunday epchil ediki, hatto eng katta jarlikdan sakrab o'ta olardi" deb aytadi tulki. Shunda yo'lbars o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib jarlikdan sakragan edi. Jarlikning ichiga tushib ketadi. Tulki ketidan aytadiki, "Biluvdim, hali otangizga yetishingizga ancha bor" deb ayyor tulki o'z yo'liga ravona bo'ladi.
Ertagimizning mazmuni shundan iborat. Tojik xalq ertagi. Ana endi lug'atlaridan epchil, ishini tez bajaradigan, chaqqon harakatli, ravon bo'lish, ketish, jo'nash, darrov, darhol, qisqa vaqt ichida. O'rmondagi ziyofat. O'rmondagi ziyofat she'rimizdan Anvar Obidjon ijodidan juda ko'p tushgan. Attestatsiyamizda bu yerda nechta hayvon ishtirok etgan, qaysi hayvon kechikib kelgan yoki kim qanday hunar bilan shug'ullanyapti, ya'ni oshxona ochadi she'r. O'qiymiz ana endi. She'r oshxona ochibdi o'rmonda bugun. Yovvoyi va xonaki hayvonlar uchun. Bu yerda qozonda jaz, bo'rivoy o't qalovchi, quyon bosh oshpaz. Yumron qoziq masalliq tayyorlash bilan band, ho'kiz bobo qorovul, echki ofitsiant. Oshxonaki hashamdor, ko'rmaydi gard, eshikka xat yozilgan, tuyog'ingni art. Xo'sh, xo'randalar behisob zo'rg'a yetdi joy, kuchuk suyak buyurdi, maymun achchiq choy. Mushuk dedi keltiring sutga to'g'rab non, yo'qmi sizda murabbo, yangiroq sichqon. Tulkivoy der bugun sal tashqari sovuq, menga qaynoq kakao va tirik tovuq. Qo'zi beda buyurdi olmaxon yong'oq, to'ng'iz esa buyurdi chirik oshqovoq. Talab qildi buzoqcha kunjara somon, yoqib tushdi kirpikka chag'ir suylon. Ishtahadan nolimay suli kavshar ot ikkilagan baqani yedi begemot. Menga ham qarang deb baqirdi eshak, sekingina dedi fil bir tonna xashak. Xo'p yayrashdi hayvonlar bo'lib jamul-jam, faqatgina toshbaqa endi bunda kam. Toshbaqa ham uzoqdan ko'rindi ana, afsuski u kelguncha bekik oshxona. Demak, toshbaqa o'sha o'rmondagi ziyofatga kech qolgan obraz. Bu she'rni yod olib ketasiz. Nima buyurganlarni ham yodlaysiz. Sizga moslashtiring bo'lib tushishi mumkin yoki nechta hayvon ishtirok etdi deb savol berishi mumkin. Ana endi taom, ovqat, yemish, yegulik, chag'ir, ola-bula kulrang, chirigan xo'randa, ovqat sotib oluvchi, ovqatlanuvchi. Kirpik degan lug'at tushgan. Kirpik nima deb? Kirpik bu tupratgan. Suv va daraxt. Zamira Ibrohimova. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir daraxt va buloq bo'lgan ekan. Daraxt ham yosh, nihol ekan. Buloq esa endigina ko'z ochgan, kichkinagina o'sha ariq hosil qilgan, sho'x qaynab chiqadigan suv ekan. Keyin vaqt o'tishi bilan daraxt ham sarvqomat bo'libdi. Buloq ham kattalashibdi. Odamlar o'tib ketayotganda daraxtning soyasidan dam olib, buloqning suvini ichishar ekan. Shunda daraxt buloqni mensimay qo'yibdi va aytibdiki, agar men bo'lmasam, sening yoningda hech kim kelmas edi deb aytibdi. Shunda buloq bundan xafa bo'libdi. Borgan sari daraxt mensimay buloqni jig'iga tegar ekan. Buloq xafa bo'lib o'z-o'zanini o'zgartiribdi. Daraxt bir necha vaqt buni sezmabdi. Ancha vaqtgacha sezmabdi, mag'rur turaveribdi. Ammo birdan a'zoyi badani bo'g'ilib borayotganini sezibdi. Qarasa suv o'z oqimini o'zgartirgan ekan. Nahotki u menga quvvat berib turgan bo'lsa deb o'ylabdi daraxt. Uning ahvoli tobora yomonlashib, yaproqlari qovjirab, to'kila boshlabdi. Oxiri u suvning zarurligini, tiriklikning kuchi hamkorlikda ekanligini tushunibdi. Shundagina suv yana eski yo'nalishi bo'yicha oqa boshlabdi. Gulgina kitobidan. Sizga tesga tushishi mumkin. Tiriklikning kuchi hamkorlikda ekan. Bu qaysi ertakdan olingan? Suv va daraxt ertagi yoki xulosasini so'rash mumkin sizdan.
o'qib ketasiz. Davom etamiz. Dimog'i ko'tarilgan, boshqalardan o'zini baland tutadigan, kekkaygan mutakabbir, mensimaslik, nazarpisand qilmaslik, mag'rur, o'z qadr-qimmatini saqlagan, g'ururli, hamkorlik, birgalikda bajarish. Olxo'ri va o'rik. Olxo'ri va o'rik Mirmuhsin. Bahor keldi. Gullar ochildi. Osmonda qushlar uchdi. Bahor kelishi bilan boshlangan Olxo'ri va o'rik. Olxo'ri va o'rikning hikoyasining qahramoni Zumrad degan qizcha bo'ladi. Jamalak sochli qizcha bo'ladi. U birinchi o'rikni tagiga boradi. O'rik olmoqchi bo'ladi o'rik mevasidan, lekin bu yetmaydi. Keyin o'rikka aytadiki, o'rik mevalaringdan bersangchi deydi. O'rik aytadiki, tez kunda pishaman, savatchangga tap tushaman, keyin kel deb chiqaraveradi. Olxo'ri ham shunday deydi, tez kunda pishaman, savatchangga o'zim tushaman deydi. Pishganimizda kel deb aytadi. Shu tariqa dovcha holidan o'rik pishib yetiladi. Yana Zumrad borganda Olxo'ri ham, dovcha ham savatchasiga tushadi. Bizni deydi bolalarga tarqat, endi yesang tishlaring qamashmaydi deb aytadi. Shu tariqa ertagimiz tugaydi. Bu ertak o'qib ketasiz. Boshqa nimasi yo'q. Puchuq, burni yassi yopishqoq. Qizchani puchuqqina qizcha deyilgan. Mubinaning ertagi. Mubinaning ertagidan attestatsiyamizda tushgan. Mubinaning ertagi qachon, qaysi kunda aytilgan degan, chorshanba kunda aytilgan. Mubina nechta ertakni qo'yishgan degan, chol bilan kampir, Zumrad bilan qimmat, bo'g'irsoq ertaklari. U ertaklarni qo'shib aytadi, chalkashtirib hammasini qo'shib akalariga aytib beradi ertaklarni. Keyin uch og'ayni botirlar, bu yerda uch og'ayni botirlarni ham qo'shadi. Qizil qalpoqcha ertagini qo'shadi. Ur to'qmoq nechta ertakni qo'shadi deb savol tushgan. G'uncha jurnaldan ertak. Ana endi buyuk xotirada mangu yashaydi. 8-bo'lim. Biz buyuklar avlodimiz degan joyi bor. Buni audio matnni eshitasiz yoki o'zim YouTube'da yuklayman. YouTube'dan bemalol topib eshitishingiz mumkin. Biz buyuklar avlodimizda buyuklar haqida gap ketadi. Buyuklar haqida gap ketadi. Hozir ularni birma-bir aytib o'taman. Birinchi bo'lib fanda yer sayyorasini dumaloq ekanligini, ya'ni o'z o'qi quyosh atrofida aylanishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Beruniy asoslab beradi. Birinchi bo'lib yer sayyorasi dumaloq ekanligini va uni o'z o'qi atrofida va quyosh atrofida aylanishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Yerning tortish kuchini o'rganadigan shaxs kim desa, Beruniy. Testga sizga tushishi mumkin, moslashtiring bo'lib tushadi. Bu yoki audio matndan bu. Ana endi u asarlarida 4 amaldan foydalanish qoidalarini yozib qoldirgan. Bu Al-Xorazmiy. Buxoroda tavallud topgan, islom olamining yirik mutafakkiri, hadis ilmining sultonidir. Umr bo'yi hadislarni to'plash, tizimga solish bilan shug'ullangan. Bu Buxoriy. Yer shari xaritasini chizgan, globusni ham yaratgan birinchilardan bo'lib. Alloma arab, fors, yunon, suroniy, hatto o'ta murakkab sanskrit tilida ham yaxshi bilgan. Bu Beruniy bo'ladi. Xorazmda tavallud topgan buyuk mutafakkir, matematik olim, bobomiz
0dan 9gacha raqamlarni yozishni batafsil bayon qilgan. 0 raqami yordamida katta sonlar hosil qila olgan bobomiz bu Al-Xorazmiy. Yod olib ketasiz. Davom etamiz. Amir Temur yirik davlat arbobi, buyuk turkiy sarkarda, markazlashgan davlatlar asoschisi. Demak, Amir Temur Shahrisabz yaqinida Xo'jaylg'or qishlog'ida tug'ilgan. Uning niyati, ya'ni maqsadi Mo'g'ron nahrini dushmanlardan tozalash va bu yerlarni yagona davlatga birlashtirish edi. Esingizda saqlab keting. Amir Temur va Chumoli rivoyati. Amir Temur va Chumoli rivoyatidan xulosasini so'ragan, testga tushgan bu ham. Oldingi testlarimizda, attestatsiyamizda. Amir Temur va Chumoli rivoyatida Amir Temur bir kun yarador bo'lib dushmanlardan qochayotgan bo'ladi, umidsizlikka tushadi. Chunki yaralangani uchun. Lekin bir devor tagida, devorning yuqorisi qismida uyi bo'ladi Chumolini. O'sha uyiga tomon etadigan o'zidan katta bug'doyni qayta yerga tushib ketib, yana oladi, yuqoriga chiqadi, yana yerga tushib ketadi. Qayta olib axiri uyga yetkazgan Chumolini ko'rib turgan bo'ladi, kuzatib turgan bo'ladi Amir Temur. Shu tariqa Amir Temurni nimasi oshadi? O'ziga bo'lgan ishonchi oshadi. Chumolini ko'rib. Chumolni shijoati orqali unga ham shijoat qo'shiladi. Shu tariqa aytadiki, Chumolidagi g'ayrat, azim, shijoatni ko'rgach, mendagi umidsizlik yo'qoldi. O'zimga o'zim, men shu chumolichalik ham bo'la olmaymanmi dedim. Shundan keyin maqsadim yo'lda uchragan har qanday qiyinchilikdan umidsizlikka tushmadim va mana shu kunlarga yetib keldim deb aytadi Amir Temur oxirida. Demak, chumolidan g'ayrat oladi. Qiyinchilik qarshisida doim tik turish zafarga erishamiz. Istagi aniq bu yo'lda g'ayratli insonga barcha to'siqlar yo'l beradi. O'rnak, boshqalar erishsa arziydigan ish, umidsizlik, ishonchsizlik, rizq, hayot uchun zarur oziq, nasihat, g'ayrat, kuchli intilish, ishtiyoq, azm, shijoat, qat'iy maqsad. Mirzo Ulug'bek buyuk o'zbek astronomi, matematik, o'z davrining atoqli allomasi, Temuriylar davlatining hukmdori Amir Temurning nabirasi. Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand gullab yashnaydi. Rasadxona qurdiradi Samarqandda. Zijik u borada amalga oshirgan eng buyuk ishi Zijik Yuragoniy deb nomlangan astronomik jadvalni tuzadi. Ham tibbiyot, ham musiqaga ham qiziqqan, she'rlar ham yozgan. Bu yerdagi o'sha Zijik Yuragoniyni tuzadi, astronomik jadval, ya'ni tibbiyot va musiqaga ham qiziqadi, she'r ham yozadi. Kim deb so'rasa, Mirzo Ulug'bek deb belgilaysizlar. Mirzo Ulug'bek Abdulla Po'latov. Koinotni sirini ochdi, Ulug'bekni qilgan ishlarini. Bu yerda o'qib ketasiz she'rni. E'tirof etdi. Yutuqlarni tan oldi. Halovat, tinch, osoyishta holat ko'zlamoq, bir narsaga erishish uchun harakat qilmoq, baxsh etish, bag'ishlamoq. Navoiy. Alisher Navoiy Hirotda tug'ilgan. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy kichiklik chog'ida kitobga mehr qo'ygan. Maktabda bo'lajak Sulton Husayn Boyqaro bilan birga o'qigan. She'rini, shoirlikni hamma narsadan baland tutgan. She'rni va shoirlikni Alisher Navoiy hamma narsadan baland tutgan. Oqilona javob. Oqilona javob bu rivoyat. Sizdan rivoyatlarning janrini so'rashi mumkin testga. Oqilona javob bu rivoyat. Alisher Navoiy Xuroson hokimi Husayn Boyqaro saroyida bosh vazir edi. Podshoh hamma vaqt Navoiydan maslahatiga quloq solar, va ertalab saroyga kirib, Husayn Boyqaro Navoiyga
ko'rinish beribdi va ko'rsatkich barmog'i bilan boshini ko'rsatibdi. O'sha paytda Alisher Navoiy o'sha barmog'i bilan tilini ko'rsatibdi va Husayn Boyqori bosh chayqab ichkariga kirib ketibdi. Buni shogirdlar o'ylabdi, nima ekan ma'nosi deb, lekin hech topisha olmabdi. Shunda Abdulatif degan shogirdi o'zini sarak-sarak qilib, gapni olish maqsadida siyohdonni ag'darib yuboribdi. Kechirasiz ustoz, sizning o'sha nimangiz voqeadan keyin o'ylab qoldim, buning ma'nosi nima deb gapga soladi. Shunda Alisher Navoiy aytishga majbur bo'ladi. Husayn Boyqaro menga boshini ko'rsatdi. Boshga balo nedir dedi. Men esa tilimni ko'rsatdim. Boshga balo tildir deb javob berdim deb aytgan ekan. Shu tariqa rivoyatimiz tugaydi. Ichida boshqa narsasi yo'q. Jumboq, topishmoq, xayoli parishon, xayoli tarqoq, fikr xayoli joyida emas. Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda tavallud topgan. Bobur ham shoh, ham shoir bo'lgan. Bobur degan nom yo'lbars yoki sher degan ma'nolarni anglatib, jangdagi jasorati uchun berilgan. Boburning ustozlari To'lqin Hayitov. Bu yerda Bobur Mirzo ustoz saroyga xomush holatda kirib keladi. Umar Shayx Mirzo nima gap, nega xomushsiz deb qarshi oladi. Hukmdor farzandi arjumaningizdan qo'ldan kelgancha ilm berdim. Endi o'zim ojizlik qilayapman. Boshqa mendan ham bilimliroq ustozga bersangiz deb aytadi. Umar Shayx Mirzo bundan qalin qoshlarini birdan chimirib hayron bo'ladi. Mamlakatimda sizdan ham ulug'roq ustoz bormi deydi. Shunda Bobur Mirzo unga yaqin qalin kitoblarni ko'tarib saroyga kirib keladi. U yerda Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Al-Farg'oniy, Arastu, Pifagor, Ahmad Yasaviyning devonlarini ekanligini ko'radi. Devonlari, ya'ni mana mening ustozlarim deb kitoblarni ko'tarib keladi. Va ustozi bu kitoblarni ko'rib, Umar Shayx Mirzo o'ndan ortiq kitoblarni ko'rib, yengil tortadi. Ya'ni kitob bo'lganligi uchun. Va o'g'lini bag'riga bosib muborak bo'lsin deb aytadi. Buning ham hikoyaning ichida ham boshqa narsa yo'q. Boburning ustozlari To'lqin Hayit ijodidan. Arjuman aziz va qadrli, qimmatli, ojiz, kuchsiz, padar buzrukvor ota. Manguga muhrlanganlar yodi Zahro Hasanova. Yunusobod tumanidagi atrofi yashillikka burkangan Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi. Yunusobodda joylashgan Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi. U yerda ramziy qabrni ziyorat qilgach, zinalardan pastga tushib, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga yo'l olaman. Muzey devorlaridagi suratlar yoniga borib uzoq tikilib qolaman. Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy ularning suratlari menga yana yaqin o'tmishga yetaklaydi. Bugungi ozod va obod kunlarda orzu qilib yashagan inson umrini ayni kuch-g'ayratga to'liq pallasida hayotdan mahrum etilgan vatanparvar shaxslar, shoir, yozuvchi, jadid, ma'rifatparvarlar, bu insonlar tabarruk nomlari nafaqat tarix xotira kitoblarida, balki xalqimizning ongi shuurida mangu muhrlangan. Buni ham boshqa narsasi yo'q. Bu yerda lug'atlar bor. Qatag'on, yo'q qilinmoq, qurbon, biror sabab bilan hayotdan ko'z yummoq, shahid, haqqoniy yo'lda jonini fido qilgan odam, jabr jafo, zulm, azob, jadid, yangilik tarafdori, ongi shuur, aql, idrok, mangu, abadiy, umrbod degan ma'nolarni anglatadi. Bu yerda Munavvar qori Abdurashidxonov milliy maktab asoschisi, adib, shoir, ko'plab darsliklar muallifi. Sizga tezga tushadi, moslashtiring bo'lib yoki kim haqida gap ketyapti deb Munavvar qori Abdurashidxonov haqida gap ketyapti. Milliy maktab asoschisi, adib va shoir, ko'plab darsliklar muallifi deb belgilaysiz. Abdulla Qodiriy
yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, o'zbek romanchiligining asoschisi. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zbek teatriga poydevor qo'ygan ma'rifatparvar adib, alloma, jamoat arbobi. Roman muayyan shaxs yoki bir necha shaxsning shakllanishi, kamol topish jarayoni badiiy makon va zamonda tasvirlangan asar. Roman birinchi romanchilikka asos solgan Abdulla Qodiriy. Esingizda saqlang. Teatrga poydevor qo'ygan esa Mahmudxo'ja Behbudiydir. Ana endi Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri. Abdulla Avloniy mashhur vakillaridan biri, shoir, jurnalist, pedagog, davlat va jamoat arbobi, maktab ochgan va ko'plab darsliklar yozgan. Maktab ochgan shaxslarni belgilang degan paytda Abdulla Avloniy va Munavvar qori Abdurashidxonni belgilaysiz. Bo'l ari bilan pashsha masalining sizga xulosasi tushishi mumkin. Chunki xulosasi tushgan edi. Bo'l ari bilan pashsha. Bir kuni pashsha arini ko'rib qolib, unga maslahat beradi, ya'ni gapiradi. Men yashashimda hech bir mashaqqat yo'q. Insonlar hozirlagan dasturxondan turli xil taomlarni yeb ichaman. Xohlasam sening bolingdan ham mazza qilib ichaman deydi. Menda yashasang bo'lmaydimi deb ariga maslahat beradi. Shunda ari aytadiki, mashaqqatsiz taomda lazzat bo'ladimi? Insonlar seni dasturxondan quvib haydaydi. Oxir oqibat sen o'rgimchak luqmasi bo'lasan xolos deydi. Men deydi shu mehnat qilib rizq topaman degan ma'noda aytadi ari asalari. Bo'l ari bilan pashsha. Keyin xulosasi shundan iboratki, xulosa shuki, mehnatning oxiri rohat, yalqovlikning oxiri xorlikdir. Esingizda saqlab qo'ying. Mum asalari o'z ishlab chiqarib o'ziga uya quradigan saqizsimon modda. Bol, asal, birodar, o'rtoq, og'ayni, mashaqqat, qiyinchilik, zahmat, lazzat, mazza, ta'm, maqbul, ma'qul ish, xorlik, kamsitilish. Masal bu axloqiy mazmunni kinoyaviy obrazlar orqali aks ettiradigan badiiy asardir. Buni ham esingizda saqlang, testga tushadi. Yangi avlod Abdulla Avloniy. Yangi avlod she'rini o'qib ketasiz. Yangi avlod she'rida o'sha ota bobolarimiz keltirib o'tgan, mana Buxoriyni, Termiziyni, Ulug'bek, Farg'oniy, Temur, Manguberdi, buyuk xalqim, suyuk xalqim deb 6 kishini keltirib o'tadi. Bundan tashqari Alpomishni tilga oladi. Alisher Navoiy turkiy til faxrimizdir deb Alisher Navoiyni tilga oladi. Buni esingizda saqlab qo'ying. Yangi avlod she'rida bor. Qalqon himoyachi lug'atlari bor edi. Qalqon himoyachi, inon, ishon, savat, ko'rk, iftixor, savlat, qutlug', muqaddas, ajdod ilgari yashab o'tgan ota-bobolar, avlod zamonning ma'lum qismiga mansub odamlar. Keyin yana bizga At-Termiziy chuqur ilm va keng dunyoqarashga ega bo'lgani uchun Al-Hakim dono degan taxallusni olgan. At-Termiziy. Jaloliddin Manguberdi Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori. Davom etamiz. Ana bu yerda savollar berilgan, ya'ni topishimiz uchun. Umar Shayx Mirzo o'rnidan turib katta qalin kitoblarga ko'z yugurtirdi. Ular Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Arastu, Pifagor, Ahmad Yassaviyning devonlari edi. Bu Boburning ustozlari hikoyasidan, To'lqin Hayitov ijodidan. Ikkinchisi besi mashaqqatsiz taomda lazzat bo'larmi deb boshlangani Abdulla Avloniyniki Bo'lari bilan pashsha masalidan olingan. Uchinchisi u yerdagi ramziy qabrni ziyorat qilgach, zinalardan pastga tushib Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga yo'l olaman. Bu Zahro Hasan va manguga muhrlanganlar yodi hikoyasidan olingan.
Ana endi oxirgisi chumolidagi g'ayrat va azm shijoatni ko'rgach, mendagi umidsizlik yo'qoldi. O'zimga o'zim men shu chumolichalik ham bo'la olmaymanmi dedim. Bu Amir Temur va chumoli rivoyatidan olingan parcha. Milliy an'ana va qadriyatlarimiz e'zozda. 9-bo'lim. Bobo va buvijon haqida degan she'ri Shuhrat Rahimov. Buni o'qib ketasiz. Bobojonlar pir, buvijonlar farishta bo'ladi degan she'r kimning tilidan aytilgan degan savoli bor. Buni oxirida she'r bola tilidan aytilgan, ya'ni bolalar keyin qari bilganni pari bilmas ham shu she'rda. O'qib ketasiz o'zingiz she'rni. Mehmon haqqi. Kaykovsning Mehmon haqqi. Bir jinoyatchi bo'ladi, u boshqa jinoyatchilar bilan birgalikda jazoga tortiladi. U jinoyatchi og'ir ish qilgan bo'ladi va oxirgi iltimosi borligini aytib podshohdan izn so'raydi, baqirib bir qultum suv berishini istaydi. Keyin suvni ichib bo'lgach, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Meni suv bilan mehmon qildingiz deydi. Podshohga aytadiki, o'z mehmoningizni o'ldirmassiz deb aytadi. Shundan keyin meni o'ldirmang, tavba qilayin, boshqa bunday ishga qo'l urmayin deb amirga va'da beradi. Va amir ham men o'z mehmon haqqi ulug' haqdir, mehmonni hurmat qilish kerak deb amir ham o'sha jinoyatchini o'ldirmaydi va o'zing va'da qilganday tavba qil, noma'qul ishga qo'l urma deb ozod qilar ekan. Mehmon haqqi ulug' haq. Kaykovsning asari, unda shunday narsa yozilgan, boshqa nimasi yo'q. Hukm. Bir ish yuzasidan chiqarilgan qaror bir qultum yutumli suv miqdori. To'lqin hayit ta'zim hikoyasi. Buni ham nimaga qo'yaman, alohida YouTube'ga. An'ana nasldan naslga o'tib keluvchi qoida, urf-odat va boshqa amallar majmuasi. Mana shu an'analar oilaga xos an'analar bo'lishi mumkin, oilaviy an'analar deyiladi. Ibrat. Namuna, o'rnak bo'ladigan ish, hamjihatlik, aql, beg'araz, o'z manfaatini ko'zlamasdan saxovat, saxiylik. Hashar berilgan bu yerda hashar. Kechirasizlar. 64-betda. 64-bet kitobga kiritilmagan ekan. Hashar haqida ma'lumot berilgan. Hashar arabcha so'z bo'lib, ko'pchilik, jamoa, guruh degan ma'nolarni anglatadi. Ko'pchilik bo'lib biror yumushni bajarish, ezgulik va mehr muruvvatga boy qadriyat hashar deyiladi. Mehr muhabbatga boy qadriyat demak hashar deyiladi. Hashar elga yarashar. Kechirasizlar nutqda kamchiliklar uchun. Undan keyin bizning ko'cha Zamira Ibrohimova. Bu yerda bizning ko'cha hikoyasida Shahzodaning singlisi bu betda ekan. Shahzodaning singlisi Hilola va buvisi ishtirok etadi. Buvisi Shahzoda Hilola birgalikda ko'chat ekishadi va bu ko'chatni boshqa nimalar ham, qo'shni-qo'shnilar ham hosilni ko'rishadi, ya'ni rayhonlar ekishadi, har xil gullar ekishadi. Rayhonlarni boshqa qo'shnilar ham ovqatga, moshxo'rdaga solishga olib ketib, Shahzoda bilan Hilolaga rahmat aytishadi. Birinchi Shahzoda norozi bo'ladi, lekin ekkandan keyin juda xursand bo'ladi. Gullar o'sib chiqqandan keyin fayz o'ziga jalb qiluvchi shaxt tetik dadil sarishta saranjon. Salomlashish odobi. Shuhrat Rahim.
Rahimov. Axloq to'ri minbar va shirin so'zdir kalomdir. Salom so'zin ma'nosi tinchlik tilash degani. Chekinsin dil g'avg'osi, sog'lik ulash degani. Bu yerda salom haqida berilgan salomlashish odobi. Odob assalomu alaykumdan boshlanadi. Demak, assalomu alaykum sizga tinchlik va salomatlik tilayman degan ma'noni anglatadi. G'avg'o, qiy-chuv, shovqin, betartib ovozlar, chaman, gulshan, gulzor, gul ko'p joy, ziynat, bezak, husn, ko'rk, axloq, muomala, xatti-harakat, odob, minbar, baland kursi. Yana bir narsa, bu yerda bayram xalqning shodlik va xursandchilik kunidir deb Mahmud Qoshg'ariy aytgan ekan. Bayram xalqning shodlik va xursandchilik kunidir. Esingizda saqlab ketasiz. Keyin pastda Navro'z haqida berilgan 21-mart o'sha bahoriy teng kunlik kun va tun tengligi haqida aytib o'tilgan ichida Navro'zda o'sha ota bobolarni o'lganlarning ruhini shod qilish, eng yaxshi odatlarni namoyish qilish bayrami deb aytilgan Navro'z. Palla, payt, vaqt, muhtoj, biror narsaga ehtiyoji bor, ommaviy ko'pchilik orasida bajariladigan ish. Xo'sh, mehrjon, kuzgi kun va tun tengligi, hosil yig'ish yakuni, qishga tayyorgarlik ko'rish kabi hodisalarni aks ettiruvchi bayram. Mehrjon bayrami. Kuzgi teng kunlik kun va tun tengligi, hosil yig'ish pallasi. Esingizda saqlang. Ana endi qochoq bug'doycha, bu ertak Muazzam Ibrohimova. Buni audio matni ham bor. Boshqa kitoblarda audio matn berilgan. Bu kitobda ertakning o'zi berilgan. Ertak bahor kunlarining birida sumalak uchun saralayotgan bug'doy donachalari savatga yoyib qo'yilibdi. Ularning ustidan o'sha tomchiqonlar tushadi. Shunda qopning oxirida bitta bug'doycha o'sha sumalak bo'lgisi kelmay xafa bo'lib o'tirgan bo'ladi. Tomchiqon unga tomgandan keyin yo'q, menga tomma, men unib qolsam keyin qocha olmayman deydi. Nega qochmoqchisan? Axir sen to'yimli, mazali, shirin ovqat bo'layapsan-ku deb aytadi Tomchiqon. Shunda qochoq bug'doycha, yo'q, men dalaga borib o'sha avlodlarim shifobaxsh bug'doy turidanman, unib o'smoqchiman deydi. Shunda tomchiqonlar yordam berishadi bug'doychani qochishiga. Shabbodaxon bilan birga keng dalaga haydab borishadi va u yerda bug'doycha charchab uxlab qoladi. Yillar o'tishi bilan bug'doychaning minglab donachalari, nevara-chevaralar shirin sumalak, kulcha, somsalarga aylanib dasturxonlarni to'ldiradi. Ertakning nimasi shundan iborat mazmuni. Saralangan, tanlangan, ajratilgan bo'rsildoq non, ko'pchib pishilgan yumshoq non. Shunday qilib 2-sinf 3-qism o'qisa o'tqonli kitobimiz tugadi. Agar avvalambor nutqdagi kamchiliklari uchun kechirasizlar. Kursga yozilmoqchi bo'lganlar 88 476 49 49 raqamlariga murojaat qilasiz yoki Telegramdan yozasiz. Attestatsiyada barchaga omad tilayman.